Assalomu alaykum azizlarim. 2019-yil edi. Ayvonda tursam, qo'shni tomondan kelayotgan qo'shiq ovozi e'tiborimni tortdi. Unda Hofiz Xurshid Rasulov Ahad Qayum she'ri bilan qo'shiq kuylayotgan edi. Qo'shiqdan naqorat keltiraman. Chidolmadim bevafoning zahriga men, topolmadim chora ayol makriga men. Qo'shiqni eshitib juda xafa bo'ldim. Figonim falakka chiqdi. Hofiz mazza qilib mahorat bilan ayollar sha'nini toptayapti. Nahotki bizning ayollar shunday. Shu ondayoq qalbimda qo'shiqqa nisbatan javob quyila boshladi va men uni qog'ozga tushirdim. Mana bizning ayollar qanday? Ayollar tilidan Ahad Qayumga kechikkan bo'lsa-da javob. Ayol, ona, opa, singil, sevikli yor. Yoningizda bo'lmasa gar dunyolar tor. Nohaq gumonlarga borib bermang ozor. Haq so'zladim, yolg'on so'zlar topmadim men. G'aflat bosib zalolatga botmadim men. Nodira Zebiniso bibi xonim mingta mangu berdi arzir bersa jonim. Tohirini sevgan uchun to'kkan qonin. Dalil izlab har tomonga chopmadim men. G'aflat bosib zalolatga botmadim men. Pasaysa gar nurning bo'yi soya o'sar. Gumon, yolg'on haqiqatning yo'lin to'sar. Haqdan yiroq so'qir ko'ngil neyni tusar. Oyni etak bilan aslo yopmadim men. G'aflat bosib zalolatga botmadim men. Uzr ayting, sizni ham bir ona tuqqan. Bunyod etib joningizga jonin suqqan. Bu iste'dod balkim o'shal zotdan yuqqan. Haq so'z achchiq bo'lar, uzr qopmadim men. G'aflat bosib zalolatga botmadim men. Tojixon shoir ukasiga tanbeh berdi. To'maris zotidanman deb ko'ksin kerdi. Og'ringancha shundayin misralar terdi. Rost so'zladim, iymonimni sotmadim men. G'aflat bosib zalolatga botmadim men. Tojixon Zokirova, nafaqadagi o'qituvchi, Andijon, Poytuk.